kuzi bilan mollaringizga selis bosib, atalasini ham vaqtida pishirib berib, og'ziga tutib qo'yganingiz bilan na sut berishini tayin tuturug'i bor, na qotishini. Sakra dedim. Mol boqish ham jonga tegdi. Uni ustiga bular masjid bo'lib qolgan. Bu muammo faqat sizning mollaringizda emas, mol boquvchi chorvalar akalarimizda ham kuzatiladi. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozir sizlarga buni yechimini ko'rsatamiz. Molni qochirish uchun birinchi navbatda unga mos nov vositalar olish kerak. Agarda shunda ham mol qochmaydigan bo'lsa, unda endometrit rivojlangan. Hayvonlarda bola tashab, endometrit hamda mastitning rivojlanishini oldini olish maqsadida Mobitco kompaniyasining Mobiflor dori vositasidan foydalanamiz. Bu dori vositasini ishlatish tartibi hayvonlarning 15-20 kg tirik vaznga 1 ml miqdorida muskul massasiga yuboriladi. Hayvonlarning umumiy holatiga qarab 72 soatda takrordan qo'llash mumkin. Bu dori vositasini ichak infeksiyalari hamda nafas olish a'zolari infeksiyalarida oldini olish hamda davolash maqsadida ishlatish ham yaxshi samara beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni xuddi mana shunday moli mastit bo'lgan va molini 3-4 kunlab davolab ham qochira olmay yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.